Oldi bunaqa qilish uchun siz o'zingiz deyishingiz kerak edi. Davay. Ha, Qattiq bo'ladimi? qattiq bo'ladi-da. Siz bitta G'am. ha, G'am. yana bitta. Dedimi? Yo'q. G'am kerak. Молодец. Qat. Qaqa ketib qolyapsiz, qo'rqmaysizku. Keling. Yana bitta boshqacha ovozi ham bor-da buni. Uning uchun siz yana aytishingiz kerak-a. Qattiq ovoz qaysi? Dong 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 deyishingiz kerak. Qattiqroq ayting menga, qattiqroq. Mana bunday. Davay.